Assalomu alaykum dilga yaqinlarim. Dil tori loyihasining navbatdagi soni yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi suhbatdoshimiz serqirra ijodkor, kino va teatr aktyori, fidokorona xizmatlari uchun mehnat shuhrati ordenlari sohibi. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvon sohibi, professor Erkin Komilov. Ustoz, sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Dastlab bu sohaga kirib kelganingizda Komil qori ota aytgan ekanlarki, bir ota-onaga rahmat keltiradigan sohani tanlasang bo'lmaydimi degan ekanlar. 66-yil yer qimirlaganda kelganman bu teatrga. Keyin televizorda qiyqim rollar o'ynaganimdan keyin Komil qorini o'g'li artist bo'libdi degan gap dadamning quloqiga yetib borgandan keyin dadam bu yoqqa kelgan. Kelib uyga olib ketganman. Shu artistlarning bir ko'rsam dedi. Mana shu xonadan chekkaga o'tkazib qo'yilgan. Iskandar Aminovich Musabekov aytdiki, chekkaga o'tkazib qo'ying dedi. O'sha kuni maylis bor edi. Bu yerda seshanba kuni. Endi 2 soatlik maylis tomosha qilganda Shukur Bohonov, Olim Xo'jayev, Nabir Rahimov, Sori Ishonto'riyev mashalar hammasi turib gapirgan. Endi dadamda ilm bor uchun hamma gaplarni, zarvali gaplarni hammasini fikran, aqlan eshitib, "Qalay, artistlar yoqdimi dada?" desam, "Bu juda ilmli, zakovatli odamlar ekan-u" degan. Tashqariga chiqqanmiz, ungacha Shukur akaga aytib qo'yganman, "Mani Andijonga olib ketgani keldi" deb. Keyin u yoqqa chiqqandan keyin "Qora aka" dedi. "Bu yerda ishlasa" dedi, "kinoda, televizorda, teatrda o'ynagan rollari uchun xalq olqishlaydi. Seni yaratgan ota-onangga rahmat degan so'zlarni olib keladi, duolar qiladi. Olib ketmang. O'g'li shu yerda o'ssin, unsin, bizni qo'limizda" degandan keyin shu yerda otam lekin bu yerda qolishim uchun fotiha bergan. Shunaqa ishlar bo'lgan. Keyin Girdob video filmini 79-yil o'ynaganimda shov-shuv bo'lib ketgan xalq orasida. Salom yaxshi qiz. Iye, salom aziz aka, salom. Yaxshi keldingizmi? Keling. Yaxshimisiz? Rasululloh yaxshi bormi? Rahmat. Ha. Kirmoqchimisiz? Kirmoqchiman. Bir ko'rib ketay degandim. Yana bir haftadan keyin qaytaman bog'dan. Yaxshi. Hozir qaytaman. Xo'p, rahmat. Ye, shorasin. Salom. Azizjonmi? Qachon keldingiz? Bugun keldim. Shundaymi? Domlan ko'rgan keldingiz. Qani o'tiring. Xo'sh, ishlar qalay? Yomon emas. Salomatlikmi? Rahmat. Bu kandidatlikni, bitirib qaytgan bo'lsangiz kerak, Adashyapsiz. Biz kandidat bo'lguncha siz akademik bo'lasiz. Bilmay Azizjon, Aziz aka, shu yerdamisiz? Shu yerdaman. Xayriyat. Xo'sh. Ketib qoldingizmi deb qo'rqib ketuvdim. Yo'q. Rasul Allayorovich bandlar. Sizni qabul qila olmaydilar. U kishi aytdilarki, ertadan keyin ishga tushar ekansiz. Ish juda ham ko'payib ketibdi. Afsuski, bu suratlarni dadam ko'rmadi, onam ko'rdi. Onam duolar qildi. Men bu gaplarni nima uchun aytdim? Inson bu yorug' dunyoni aziz va mukarram xilqati ekan. Hayot gultoji ekan. Jonzotlar ichida sarvari ekanmiz. Shuning uchun ham Alloh taolo meni yerda xalifalarim yashaydi deb ulug'lagan. Odamzod shunday sharafga muyassar bo'lganligi uchun ham e'zozlaydi, hurmat qiladi. Inson hayotga bir marta kelar ekanda. Shuncha hayotda yelib yugurasan, ishlaysan, mehnat qilasan, chop, u yoqqa chop, bu yoqqa chop. Endi bizning ishimiz kinoga chop, dublyajga chop, teatrga chop, repetitsiyaga chop bilan o'tganligi uchun ham haqiqatan ham ko'p narsalarni sezmay qolar ekansiz. Yugur bilan. Lekin inson mana shunday sharafga muyassar bo'lganligi uchun ham baxtlimiz haqiqatan ham. Chunki dunyoda jonzotlar ko'p.
ularga hammasiga tinagami qarangki, rizq bergan, vatan bergan, nasiba bergan, hatto zurriyot qoldirish uchun, nasl qoldirish uchun imkoniyatlar yaratib bergan. Shuning uchun ham men aytmoqchimanki, bu gaplarni men nima uchun gapirdim? Biz insonmiz. Inson bo'lgandan keyin insondek yashashimiz ham qarz, ham farz deb o'ylayman. Andijondan Toshkentga kelib yashash, hayot kechirish o'zi bo'lmagan albatta. Buning ortida qanchadan qancha qiyinchiliklar bo'lgan albatta, to'g'rimi? Tarix biz uchun muallim. Endi iymonni yarmi sabr, yarmi shukur deydi. Sabr qildik. O'sha paytda yangi kelganimizda eski mashinani berganda gastrolda 45 kunlab gastrollarda yurardik, rayonlarga borardik, qishloqlarga borardik. Kelayotganda mashina buzilib qolardi. Mashinaning ichida soatlab kutardik. Kelganimizdan keyin 6-7 kishi bitta xonada yotardik. Xo'sh, qiyinchiliklar bo'lgan. Bu qiyinchiliklar bo'lmasdan iloji yo'q. Bu endi o'sha inson yashagandan keyin kelajakka qanaqadir bir muruvvat qoldirish uchun yashaysiz. Buning uchun o'tmishdan saboq olib turish kerak. Bizni eng baxtli insonlardan birimizki, bizda ustozlarimiz buyuk bo'lgan. Masalan, mana Shukur Burxonov ustozim, Nabi Rahimov, Olim Xo'jayev, Sora Eshonto'rayeva, Amin Turdiyev, G'ani A'zamov, Muhammad Umar Xo'jayev, Sayfa Olimov, Saduxon Tabibullayev, Zaynab Sadriyeva, Zamira Hidoyatova, Toshxon Sultonova, Yayra Abdullayeva, To'ti Yusupova, Obid Yunusov, Hojiman Nurmatov. Qarang, men kelgandan beri 46 ta buyuk aktyor rahmat qilibdi. Shulardan nimadir o'rganganmiz. Kulisda oldidagi odob qoidalarni o'rganganmiz. Sahnada o'zimizni tutishni o'rganganmiz. Repetitsiya ertaroq kelib tayyorgarlik qilishni o'rganganmiz. Qanday gapirishni o'rganganmiz. Shevani ishlatmaslikni o'rganganmiz. Ayniqsa bu narsalarning hammasini sabog'i mana shu teatr deb bilaman. Xalqimiz sizni Shukur Burxonovning tan olingan shogirdi sifatida juda yaxshi biladi. Ustozdagi qaysi xislatlarni o'zingizda ko'rasiz? Ustozdagi ko'p xislatlar menda yo'q. U buyuk edi. O'zining ishini tashlab bo'lsa ham sizning ishingizni bitirishga harakat qilardi. Kirmagan joyi yo'q edi. To'g'ri kirib ketaverardi. Sekretar hay maylis bo'lyapti desam, eshikni ochib kirib boraverardi. O'sha ministrlar, Shukrika keling deb o'rnidan turib, quchoqlashib, ko'rishib o'tirardi. Shunaqangi buyuk edi. U odam endi tanti, qo'li ochiq, birovni g'iybat qilmaydigan, birovni ko'ra olmaydigan xislati yo'q edi u odam. Chunki o'zi buyuk edi-da. Shuning uchun ham endi bular ham bir yaralib qolganda deb qo'yardi bo'ldi. Lekin ba'zi paytda noto'g'ri o'ynasa spektakllarni, noto'g'ri qadam bossa to'xtatib gapirardi. Hattoki endi men shu Shukur Burxonov bilan boylar xizmatchida G'ofirni menga berdi. Solihboy o'zlari Jamila Gulchehra Jamilova birga repetitsiya qilib soat 9 da biz olib ketardi uyga borib repetitsiya qilardik. Bu odam bir joyda o'qimagan, 6 oy Bakuda o'qigan. Lekin o'sha ustozlari Mannon Uyg'ur, Yetim Bobojonov ularga san'atni juda ko'p sirlarini yuragiga qo'ygan ekan deb o'ylayman-da. Hattoki boylar xizmatchida chaqirdingizmi boyata degan so'zi bor. Shunda shaddat qadamlar bilan kirib boribman-da oldiga. Chaqirdingizmi boyata desam, bunday qilib ko'zini bekitib yotgan ekan. Oyog'imni ko'ratdi, u yog'imni bunday qilib chiqarib yubordi.
7 marta qaytarib chiqarib Gulchehra nimaga chiqaryapti so'ra dedi. So'ra. Ustoz dedim, mani yuzimni ko'rmayapsiz. Oyog'imni ko'rib qaytadan chiqarib yuboryapsiz. Nima kamchilik bor? Dedim, aytdiki, mani xonadonimga 8 yoshingda kelgansan dedi. Hozir 38 ga chiqding dedi. Shu yerda non, tuz yeding dedi. Ota-onang qilmagan yaxshiliklarni men qildim. Shu yoshda seni uylab qo'yyapman dedi. Sochi uzun, taqimini o'padigan go'zal qizni dedi, qo'yningga solib qo'ydim dedi. U paytda uylanganda 1 oy ota-onani ko'ziga ko'rinmagan uyalgandan dedi. Dorozadan otda qo'limda qamchi bilan kirib kelganda meni ko'rib ketmonni ko'tarib darchadan ish bormi, yo'qmi agratga chiqib ketarding dedi. 1 oydan keyin G'ofurni chaqir deganimda oyog'ing revolyutsionni ruhda kirib kelyapti. Hamma narsani qoyil qildim degan ma'noni bildiryapti ovozing dedi, oyog'ing dedi. O'sha hayo, ibo degan narsa qizlarda emas, yigitlarda ham hayo, ibo degan narsa bor. O'sha oyog'ingda hayo, iboni olib kirgin dedi. Shunda chaqirdingizmi bola dedi, hech narsa qolmadi. Chaqirdingizmi? Boyata vaqti qaylig'idan vaqting chog'mi degan savol bordi. Chog' bo'lganda qandoq boyata pauza qil derdi. Mana shu yerda sevinch yoshingni ko'ray derdi. Chog' bo'lganda qandoq boyata endi o'lguncha qulingizman boyata. Mana shunaqa qiyqim qilib ishlagan boylar xizmatchi G'ofurda. Endi bularni buyukligi nimada? So'zni yodlab olib gapirishda emasda, so'zni tagidagi ma'noni yetkazib bermasa tomoshabinga, o'sha kun so'zda o'ynamasdi Shukur aka. Ma'noga juda katta e'tibor berardi. Hozir endi unaqa ma'no degan narsalar yo'q bo'lib ketdi. Qayerga ketdi bilmayman. Endi qolaversa nafaqat Shukur Burhonov, Olimxo'jayev, Mashboya sanagan hamma san'atkorlardan nimandir tomchi o'rganganmiz. O'sha tomchi o'rganganimiz uchun ham bugungi kunda asqatyapti. Shukur akani shapaloq bilan urganim paytlari bo'lgan mana. Qattiq tanbih bergan paytlarim bo'lgan mana. Xafa bo'lmaganmisiz o'sha paytda? Kecha so'kkanimga, qattiq gapirganimga xafa bo'lmadingmi dedi. Ne xafa bo'laman usta derdim. Xafa emasman derdim. Endi hozir yoshlarga bir og'iz gapirsangiz 6 oy siz bilan gaplashmaydi. Xafa bo'lmasdim. O'sha tanqid kelajagingizdagi mevasi. Albatta. Mevasi shu. Men hozir Shukur aka girim qilgan xonada men girim qilaman. Albatta tahorat qilib bir Qur'on tilovat qilib men sahnaga chiqaman. Xonasiga kirganimda. Shuning uchun ham o'shadan ruh endi bilmayman madad beradi yo'qmi bilmayman. Bu yaratgan egami o'zini buyukligi, betakrorligi shundaki ana shu ustozga bo'lgan mehrim kuchli bo'lgani uchun ham Alloh taolo meni qo'llab-quvvatlab kelyapti deb o'ylayman-da. Ba'zi paytda. O'sha davrdagi spektakllar bilan bugungi kundagi spektakllarda tafovut bormi? Osmon bilan yercha tafovut bor. Hamma spektakllar emas, ba'zi bir spektakllarda osmon bilan yercha farqi bor. O'sha spektakllarni ko'rsa deymanda, ba'zi paytda o'tirib, shu spektakllarni ustoziga bir kesada u dunyodan misolda kelib ko'rsa shu spektaklni yuragi olib o'lardi deyman. Shunchalik tafovut bor. Yaxshi spektakllarimiz bor, Xudoga shukr. Bugungi kunda tomoshabin kelyapti, Xudoga shukr. Lekin
akademik teatrga noloyiq spektakllar ham yo'q emas. Milliy teatr, otaxon teatr deymiz, milliy degan nomi bor. Nazarimda oxirgi yillarda zalvorli, mulohazali, tomoshabinni bir o'ylantiradigan sahna asarlar qo'yilmayotgandek go'yo. Barakalla. Bunga sabab nimada? Balki bugungi milliy teatrga nima yetishmayapti yoki kimlar yetishmayapti? Dramaturgiya yetishmaydi. Masalliq dramaturgiyada. Agar dramaturgiya kuchli bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning milliy dramaturgiyamiz yetishmayapti. Kuchli dramaturglar yo'q. Odamni o'ylantirib qo'yadigan dramaturglar yo'q. To'g'ri, Usmon Azimda bor. Bir qadam yo'l spektakllari, boshqa bir ikkita spektakllar bor. Odamlarni o'ylantirib qo'yadigan spektakllar bordir. Endi Usmon Azim ham Xudo xolasa yana yaxshi bir narsa yaratishni ko'ngliga tugib qo'ygan. Xudo xolasa uni ham shohidi bo'larmiz nasib etsa. Teatrda ham, kinoda ham birdek ijod qilasiz. Janr tanlamas aktyor deyishadi sizni. Chunki komediya rollarda ham ko'ramiz, o'sha tarixiy asarlarda ham, dramada ham ajoyib bir-biriga o'xshamagan obrazlarni yaratasiz. O'zi qaysi janrda maza qilib ishlaysiz? Menga farqi yo'q. Komediya janrimi, xarakterli rol bo'lsa ham, tragediya bo'ladimi, drama bo'ladimi? Radiodanman, rejissyorman. Hujjat! Ko'rsat hujjatingni. Hocam. Voy oyijon, radiodan ekan, qarang rejissor ekan. Sen haligi bunaqamisan. Yo'q. O'ta rejissyor. Men rejissyorman. Rejissyor baligi muxbir. Voy gazet yozadigan. Gazet yozadigan ekan. Men mikrofonni knopkasini bosaman, keyin shoshmasdan asta sekin gapirasiz, xo'pmi? Ha, xo'p. Xo'sh, ssenariyda yozilishicha, tak, menga hozir ozginagina miqdorda. Так, значит, так. Стоп! Как вы так пристанет даже не могу! Я же iltimos qilaman onajon, mana shu kelligingiz kulmasin. Mana shu kelnim kuladi. Yo. Eringizni boshi ko'ramanmi? Lutfi boboy haqida gapiring. Na xo'p. Rostdan chollar dedimi? Gapirdi qo'ydi. Menga qaraginsan, ey. To'xta. Menga qara. Zo'ring kim? Menga qara. Nega menga angraysan? Zo'ringni chaqir. Voy, sen qizishmagin. Qo'lingni ol. Shoshmay tur, to'xtab tur. Chaqir zo'ringni. Qo'ying endi Temur aka, o'zingizni Zo'ring bosing bilan aka. gaplashaman. Bildingmi, zo'ring bilan. Bu bilan tushmayman. Temur odam shamada qilmasin-chi. Tushmayman bu bilan. Qacho bu. Og'ay, juda baquvvat ekan. O'ldirib qo'yadi seni. Qo'rqma. O'ldirib qo'yadi seni. Ur dedim. Ur dedim. Mana bunaqa urish kerak. Yana chol deydi-ya. Hammasini o'ylaganman. Komediya o'ynaganman. Oltin devorda, Kellar qo'zg'olonida bilasiz. Tragediya o'ynadim. Zamonamiz g'oyat nozik, har yon Mirzo Ulug'bekda. bizga lozim Drama o'ynadim, har to'kisda bir ayibda va shunga o'xshagan asarlarda. Hammasida o'ynaganman. Mana Mirzo Ulug'bek obrazida ham sizni ko'rdik. Mana Samarqand viloyat musiqali drama teatrida qo'yildi, undan keyin milliy teatrda ham qo'yildi, Andijonda qo'yildi. Mana juda ham tomoshabinlarga yaxshi qabul qildi, mutaxassislar tomonidan e'tiroflarga sabab bo'ldi. Ustoz, o'sha obrazdagi baribir buni mas'uliyati, o'ziga xos bir mas'uliyati bor. Chunki o'sha tarixiy obrazlarni yaratganda inson o'sha aktyor o'sha ruhga, o'sha kayfiyatga kirishi kerak. Shu jarayon sizda qanday kechdi? Turg'un Azizov men bilan Ulug'bekni qo'ymoqchi bo'ldi. Men tayyor emasman Turg'uniga dedim. O'ynamadim. Keyin birdan yuqoridan
bo'lib o'tdi, shu Samarqand teatrida Mirzo Ulug'bekni o'ynash cheki menga tushgan. Olimjon Salimov aytdiki, Samarqandda o'ynaysiz Mirzo Ulug'bekni. Nega Samarqandda shunaqa gap bor dedi. Shuhrat Rizayev peshani sal qisqartirib, u yoq bu yana randalab olib kelgan ekan. Keyin Olimjon Salimov bir hafta bo'ldi ketganiga dedi. Tez yurar poyezdga bilet oldik. Birga ketamiz dedi. Teksti bering dedim. 44 varaq she'riy tekst. Buni qachon 20 kunda qo'yishim? Buni yodlab bo'lmaydi dedim. Qanaqa qilib 44 varaq she'riy tekstni listni qanaqa qilib men yodlayman dedim. Yo, qisqartirib, mana shu qisqartirgan varianti dedi Shuhrat Rizayev. Shu poyezdda 3 soat yurganimizda 3 soat iltimos qildim. Yo, qisqartirmasangiz bo'lmaydi, o'ynolmayman buni dedim. Sen böyle 20 kun deyapsiz, mumkin emas dedim. Bunaqa ultimatum qo'yish dedim. Bordim, kirdim, hamma hayron bo'lib qoldi. Keyin hayron bo'lmanglar dedim, men sizlardan o'rgangani keldim dedim teatr aktyorlariga. Olimjon gapiryapti, qulog'imga mana shuncha narsa kirmaydi. Hech narsa kirmaydi. Shokman. Keldim bir kun. Tasavvur qiling, bir kun uyqu bo'lmadi. 2 kun uyqu bo'lmadi. 3 kun uyqu bo'lmadi. 3-kun Mahbubaga qo'ng'iroq qildimki, men teatrdan ketmoqchiman, umuman dedim. Menga to'g'ri kelmadi dedim. Unaqa qilmang, kattalarning ko'zlari yog' sizga tushib turibdi. Yomon otli bo'lib qolsa, jon dadasi bunday qilmang dedi. Men saharmda derazadan qarasam, bir kubba ko'rinib turibdi. Pastga tushdim. 6 soat uyg'otdim. O'sha kubba nima desam, Go'ramir dedi. Shoshmang dedim. Mirzo Ulug'bek ham o'sha ko'milgan dedi. Chiqib kiyinib, sekin yayov bordim. Borsam bir o'sha esimlar chiqmaydi, 16-sentyabr edi. Qor sevalab yoqqan edi. Sevalab. Bir ayol supurayotgan ekan, meni ko'rib, "Voy, juda ham erta kelibsiz" dedi. Men tushuntirdim, to'xtang. Yuring, men sizga kalit ochib beraman, kirib Fotiha o'qib chiqing deb ochib berdi. Kirdim. Fotiha o'qidim. 2 marta, 3 marta, 4 marta keyin chiqdim. To'g'ri teatrga ketdim. Ertasi yana keldim. Indiniga kesam Amirdiniki degan o'sha xo'jayini bor ekan. Erkiniga keling dedi. Shu xabarim bor dedim, menga aytdi. Yuring dedi, men Amir Temurni boshiga olib chiqaman dedi-da, pastga olib tushdi. Mana bu Amir Temur dedi, mana bu Mirzo Ulug'bek dedi. Chiqib ketdi. Rishotkadan qo'limni chiqardim. O'tkizdim. O'sha tobutini mahkam ushladim. Ulug'bek. Yig'ladim. Baba dedim. Men gunohkor emasman, yuqoridan buyruq bo'ldi dedim. Majbur bo'lib o'ynayapman. Baba dedim. Kechirim so'radim. Qur'on o'qidim, yana Qur'on o'qidim, yana o'qidim. Xudoning qudrati bilan chiqib teatrga borsam, nimagadir yengilmanda, yengil. Olimjon gapiryapti, eshityapman. Hammasini. Hamma narsani eshityapman. His qilyapman. Eng asosiysi his qilyapman. Sekin so'zlar yodlayapman, so'zlar ham miyaga kiryapti. Shunaqa har kuni boraman, 4-5 marta bordim. Borib, keyin yengillik sezganimdan keyin to'g'ri teatrga borib, haqiqatdan ham 24 kunda 44 varaq she'riy tekstni yodlab, 5 ta premyera o'ynab qaytdim. Keyin Olimjon dedim. Shunday asar, shunday mehnatim Samarqandda qolib ketaveradimi? Shu yerda qo'yingizmi dedim. Mana onamiz bor dedim, Yayra Abdulla va Ruxsat Ibrohimova dedim. O'g'illarim bor dedim.
butun ansambl, dahshat ansambl bor bizda dedim. Lekin ruxsat bo'ldi, bu yerda o'ynadim. Andijonda o'zing tug'ilgan joyingda o'ynamaysanmi degandan keyin borib u yerda o'ynadim. Shunaqa qilib endi hali Covid bo'ldi, yaramas gripp bo'ldi, tarqaldi. Shunda massiv sahnalar qo'yilmasin degan buyruq chiqdi. Uni orasida Yayrapam kasal bo'lib yotib qoldi. Yayrapam qazo qildi. Keyin Fatilla Maqsudov o'g'lim o'ynardi. U qazo qildi. Tamom anaqa bo'ldim. Endi Asadilla Nabiyov ham o'ynar edi. U ham zo'r o'ynagan. Endi asosiy onam qazo qilgandan keyin nimagadir afsalam pir bo'ldi. Bugungi kungacha o'ynamayman endi. Yo'qoldi. Endi shunaqa narsalarim bo'lgan. Bu ham kerak ekan. Aktyor uchun bu narsalar kerak ekan. Manmanlik, xudbinlik, kirilish menimcha yo'q ekan. Iymon inson sabr qilar ekan, shukr keltirar ekan deydi. Sabr qildik. Mana shukronalikni ham nashr namozini Xudoga shukr ko'rib o'tiribmiz. Yillarni quvib kelmoqda. Umr tez o'tyapti go'yo. Bolalikdagi o'sha suratlaringizni ko'rganingizda ko'ngildan qanday hislar kechadi? Andijonning Xo'jaobod tumanining Ko'pi degan qishlog'ida tug'ilganman. Maktabda o'qiganlardan bitta man. Shohidjon degan bola bor, o'sha qoldi, men qoldim. Hammasi oddiy o'qituvchi, kolxozchi shunaqa bo'lib o'tib ketdi. Alloh meni zuvolamni juda katta uzgan ekanmi? Yo ota-onamni duosimi? Bilmayman. Shunday O'zbekistonda poytaxt Toshkentga kelib, Toshkentda shu akademik teatrga ishga kirib, el yurtga ozmi ko'pmi tanilib, mana shu mehnatim bilan qizlarni uzatdim. Xudoga shukr, Alloh menga bandam dedi. Umr nima ey odam desa, umr yo'ldir bir quloch debdi. Armon nima ey odam desa, endi armon ham bir ehtiyoj debdi, talab. Orzu nima ey odam desa, o'ylab turib bo'ldi, meni qornim och debdi. Bir umr orzu qilib orzuga yetolmagan odam ekan. Baxt nimadir ey odam desa, baxt bir burda qoranon debdi. Shu qoranon tomog'imizdan o'tib turibdimi? Undan baxtli inson yo'q. Shuning uchun bobokalonlarimiz qo'llarini ochib duo qilar ekanki, iloyim doim tinchlik, xotirjamlik, sog' salomatlik bersin degan duoda juda gap ko'p ekan. Gap ko'p ekan. Endi mayli. Allohga shukr. O'sha yerga borganda, qishloqqa borganda ko'pchilik o'lib ketdi. Avvallari borganda tinch edi. Hammasi kolxozdan beri kelmasdi, ketmon chopib. Shularni ko'rib shukrona keltirganman, Xudoga shukr. Zuvolamni shunday katta qilib uzgan ekansan. Shunday katta qilib uzganing uchun ham buyuk san'atkorlar bilan sahnada o'g'il, kuyov bo'lib birga o'ynadim. Yelkama-yelka ijod qildim. Mana kam bo'lmadim deyman. Bu hayolimdan doim, har vaqt o'tib turadi. Birodan oshiq emasmiz, birodan kam emasmiz. O'rta meyona yashab turibmiz. Endi o'zi hozir shunday bir adolatli zamonda yashayapmizki, bunga faqat shukrona keltirish kerak. Qanday zamonlarni ko'rdik. Urushdan keyin zog'ora nonlar yeb, xo'sh, atalalar ichib yurgan paytlarimiz, nonga zor bo'lgan paytlarimiz, ovqatga zor bo'lgan paytlarimizni hammasini eslab, yaratganga shukr, shunday dorul amon zamonda yashayapmiz. Xudoga shukr, shunday ajoyib prezidentimiz bor, odil, siyosatli
prezidentimiz bor. Uni har joyda, har vaqt aytaman. Haqiqatan mana shu prezidentimizni men qalbidan ozgina bo'lsa ham joy olganman. Qo'ldan fidokorona xizmatlari uchun o'rnini oldim. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi faxriy unvonini oldim. O'sha institutda professor bo'ldim. Bu hammasi mana shu prezidentimizning sa'yi harakatda bo'lgan narsalar deb o'ylayman. O'zidan o'zi emas. Qolaversa mehnatimizni nashr namoyasi. Erkin Komilovning ajoyib ovozi multfilmlarda, o'sha xorij kinofilmlarida muhrlanib qolgan bugungi kungacha. O'sha davrda dublyaj san'atining alohida bir maktabi bo'lgan. Cho'qqisi bo'lgan. Bugungi kundagi o'sha ovoz berish jarayonlariga qanday baho berasiz? Endi o'zim bormay qo'ydim. Kamoliddin ko'p chaqiradi, bormayman. Kim biladi? Eng oxirgi filmim shu Qunduz amakining qissalari bo'ldi. Undan keyin Ezop bo'ldi. Ezopga ovoz berdim. Undan keyin Ukrainada Kiyevda yana bu Frans 3 bo'lsa, Frans 2 ni fransuzlar Muhammad payg'ambargacha payg'ambarlarga ovoz berdik. Yodgor Sa'diyev, Ra'no Jo'rayeva, men kishi Kiyevga borib, Kirchat ko'chada 52 seriyaga ovoz berdik. Endi biz g'aflatda qoldikki, butun dunyo musulmonlarga berganmiz bu ovozni. Bizga endi keladi bu lenta deganmiz. Kelmadi. Muhammad payg'ambar bo'lmaganligi uchun buni qabul qilmadi. Lekin shuncha mehnat. Istanbulga borganimda 3-etajda turaman, qavatda. Siz dedi, bir ikkita odam chaqiryapti dedi. Qayerda desam, vestibulda, pastda dedi. Tushdim. Bittasi soqollik, bittasi besoqol. Quchoqlashib meni erkin ekan, mashalloh deb so'rashdi. Meni qayerdan taniysizlar ekanki deyapsiz desam. Ana bu multfilmda butun payg'ambarlarga ovoz bergansiz. Maza qilib ko'ramiz dedi. Endi payg'ambarimizning tuyasi ko'rsatilgan, o'zi ko'rsatilmagan unda. Bu filmni ko'ryapsizlarmi sizlar desam, ha dedi. Sizlarda bormi bu desam, bor dedi. Shundan bitta jo'natvoringlar bizga dedim. Bizda yo'q dedim. Jo'natamiz dedi. Bunga bir 8 yil bo'lib qoldi, lekin jo'natmadi. Menimcha chegaradan o'tkazmagan. Lekin hozirgi paytda dublajga bormayman. Chunki dublaj ham hozir vatni bo'lib ketdi. Sheva judayam sheva, ayniqsa mana bu qo'yilayotgan seriallarda shevada gapirishsa shu badallarim titrab ketadi-da. Biz nima uchun o'qidik? Nima uchun shu ustozlarning sabog'ini oldik? Nima uchun oldik? Nega bularga bir og'iz gapirsang, sen bilan gaplashmaydi. Institutda o'qiganmisan dedim bitta bolaga. Urg'u dedim, nuqtadan keyingi birinchi so'z o'ziga urg'u oladimi dedim. Uyalmaysanmi dedim. Qanaqa qilib dedim, nuqta qo'yildi. Fikr tugadi. Fikr tugagandan keyin birinchi so'z o'ziga urg'u olmaydi-ku dedim. Mendan 6 oy gaplashmadi. Endi usta deb mana endi gaplashib kelyapti endi. Gaplashmay qo'ygan. Shuning uchun ham hozirgi yoshlarga gapirgani qo'rqasan. Hammasi akademik. Nazarimda. Hech oddiy artist qolmadi biz teatrda deyman-da. Yodgor ham shunga siqilib qoladi. Men ham aytaman. Yodgorasi ham xafa bo'lishadi. Teatr kerak. Ba'zi bir yoshlar uchun bu teatr hobbi bo'lib qolgan. Ular asosiy televideniyada shu basharasini ko'rsatsa bo'ldi. U qanaqa rol? U salbiymi, ijobiymi? Farqi yo'q. Faqat yuzi ko'rinsa bo'ldi. Shunaqa bo'lib qoldi.
Shahriboni bo'lmasam endi buni gapirishga ham hojat yo'qdir, balkim men xato gapirayotgandirman. Xudo xohlasa sekin o'nglanar. Nasib etsa hali shogirdlarimiz bor. Faxrlansa arzigulik shogirdlarimiz bor teatrda. Yaxshi aktrisalarimiz bor teatrda. Yaxshi aktyorlarimiz bor teatrda. Qani endi qolgan yoshlar ham o'sha yoshlarning orqasidan ergashsa deymizda. Tan olmaydi. Bir-birini tan olmaydi. Bir og'iz gapirsangiz qattiq sizdan xafa bo'ladi. O'zi hammaga yomon ko'rinib bo'ldik. Tanqidni to'g'ri tushunish kerak. Yodgor ikkalamiz hammada yomon ko'rinib bo'ldik. Bir og'iz tanqid qilsak yomon ko'rinamiz. Yo'q, tanqid bor joydan keyin, tanqid bo'lgandan keyin inson yaxshilikka, ezgulikka intilish bo'ladi. Tanqid bo'lmasa, men zo'r ekanman desa, o'shanaqa turg'unligicha qolib ketaveradi. Zo'rman deb yuradi. Zo'r bo'lganda o'tib ketadi, lekin oxir voy. Siz davringizda misol ustozlarni mahkam ushlab, hatto ustozlar urushgan, dakki berishgan, uni shogird to'g'ri qabul qilgan. Meni kelajagimga o'sha yaxshi bir ma'noda xizmat qiladi deb o'ylaganda. Shopala o'sha boyda xizmatchi shopalaman urganda uchib ketganman o yoqqa. Torundan o'rnidan turib ertasiga kecha manda xafa bo'lmadingmi? Yo'q, usta nima xafa bo'laman derdim. Yana borardim. Shukur ekanni jonimdan ortiq yaxshi ko'rardim men. U odamning ham menga bo'lgan muhabbati bor edi. Hattoki teatr uchun jon kuydirardi. Mana bu joyda, ko'p joyda aytganman buni. Mashinaga o'tir derdi. Qo'ng'iroq qilardi menga. Ovozdan darrov assalomu alaykum Shukur aka derdim. Uyga kelib trubkani qo'yib qo'yardi. Bugun ishing bormi, yo'qmi so'ramasdi. Ishimiz bo'lsa ham tashab borardim. Suhbatlashib o'tirardik. Bir kunda repetitsiyadan chiqdikda mashinaga o'tir dedi. Mashinaga o'tirib ketdi. Bilmayman, bir joyga olib bordi. Militsiyalar Shukur akani tanib keling dedi. Mani shogirdim qo'yib yuboringlar deb meni olib kirdi. 6-qavatga ko'tarildi. Unda eshikni ochdi. Yo'q birida Sharof Rashidov o'tiribdi. To'g'ri kirib bordi. Shukur aka keling deb o'rnidan turib ikkalalari quchoqlashib ko'rishdi. Kir dedi menga, men ham kirdim. Bu meni shogirdim. O'tirishdi, mirchagada o'tirdim. Ikkalalari suhbatlashdi. Keyin Shukur aka aytdiki, sizdan bir iltimosga keldim dedi. Ayting Shukur aka dedi. Mana Mirzo Ulug'bek hozir dedi teatrda zo'r ketyapti. Tomoshabin yaxshi qabul qilyapti. Endi shu maxsus Shayxzodaga aytsangizda shu Amir Temur haqida bir asar yozib bersalar, shuni o'ynasam dedi. Bunday qilib o'tirdi Shukur aka. Anaqa Sharof Rashidov. Uzoq pauza qildi. Kimday boshini ko'tardi-da. Shunday yorug' kunlar ham kelar, Shukur aka. Ozgina sabr qiling dedi. Pastga tushdik. O'rniga o'tirdi. Ajo, bu qanaqasi Amir Temur siymosini sahnada ko'rsatish mumkin bo'lmasa dedi. Boshini momla qo'yib ketdi. Enchim. Mana endi o'sha mustabid tuzum mana shu illatlarni olib kelgan. Agar Shukur aka ruxsat berib Amir Temurni o'ynaganda bizga juda katta maktab qoldirib ketgan bo'lardi. Afsuski o'sha maktabdan mosuvo qilgan o'sha tuzum bo'ladi. Hozir Amir Temurni men ham o'ynadim televizorda. Ko'pchilik o'ynadi. Bu endi Amir Temur emas endi. U kim biladi endi? Meni o'zimning fikrimcha Amir Temur emas u. Shukur aka o'ynaganda qanaqa bo'lardi? Uni endi bilmadim.
Sevimli telekanalida Taqdirlar turkumi ostidagi ko'rsatuvni olib boryapsiz. O'sha ko'rsatuvda turli xil mavzulardagi seriallar yoritib borilyapti. Shu seriallardan qanaqa ularga qanday baho berasiz? Ulardan qoniqasizmi? Umuman xalqqa nima beradi ular? Men bir-ikki marta gapirdim boshliqlariga. Professional aktyorlar, aktrisalar o'ynasin. Iltimos dedim. Bo'lar bo'lmaslar o'ynamasin. Men olib boraman dedim. Lekin professional aktyorlar o'sha qadar olib boradi, o'ynaydi shularni dedi. Kim biladi? Keyingi paytlarda men xalqda bunaqangi ichida dard ko'pligini bilmas ekanman. Chollar, kampirlar keladi teatrga, meni qidirib, meni ko'rsatsangiz. Hatto bitta chol kelibdi, meni o'g'lim urdi. O'zingiz o'g'lingizmi desam, ha deydi. Shuni ko'rsatsanglar. Ota dedim. Uni ko'rsatmaymiz dedim. O'g'lingizni Xudo urib qo'yibdi dedim. Uni ko'rsatib nima qilamiz dedim. Jindek sabr qiling, ozgina sabr qiling dedim. O'g'lingizni ahvolini ko'ramiz dedim. Indamadi. Uni ko'rsatib bo'lmaydi dedim. Otani, padari buzrukvorni o'g'il ursa vali ne'mat dedim. Uni dedim biza oliy himmat, qalbi toza xalqimiz to'g'ri qabul qilmaydi dedim. Hamma qarg'aydi dedim. O'g'lingizni. Keling dedim. Ota gapirganda qovog'inday qilish mumkin emas dedim. U qo'l ko'tarib sizga dedim. Bu mumkin emas dedim. Endi kim biladi? Shunaqangi narsalarimiz borki, shu narsalar yo'qolib ketayotganga o'xshaydi-da. Hozir akani ham tanimaydi. Singil, ukalar akani tanimaydi. Gaplashmaydi iloji. Qo'ng'iroq ham qilmaydi. O'zicha katta bo'lib qolgan. Men aytamanki, shularni ko'targanmiz biz. Ha? E'zoz ekanmiz-ku. Nahotki bir kunlik, bir soatlik ko'targanimizni hurmati yo'qmikin? Deysanda ba'zi paytda bunaqalar juda ko'p keladi. Endi demoqchimanki, ne yo'qotishga uchraydi inson, ne yo'qotishga duch kelar zamon, birov yo'qotadi ko'krak nishonin, birov yo'qotadi uzun benishon. Birov yo'qotadi gullagan baxtin, birov yo'qotadi zarnigor taxtin. Birov yarim nonin yo'qotsa, birov yo'qotadi dunyoni teng yarmi naqdin. Ko'p narsa yo'qotish mumkin, lekin bir yo'qotish yomondir, yomon. Nimani yo'qotsa yomon ekan? Iymonimizni yo'qotsa yomon. Ha. Iymoni yo'q xonadonda boylikni olib iymon bo'lmagandan keyin ostonani hatlab kirmaydi ham. Hozir endi boy badavlat bo'lishga intilyapmiz. Boylik topib, yana boylik topishga intilyapmiz. Huzur halovatimiz yo'qolyapti. Huzur halovat yo'qolyapti. Hamma yo'q dorixona. Ha? Har qadamda dorixona. Lekin kasallar kamaymayapti-ku. Ko'p gapiramiz, kam e'tibor beramiz. To'g'rimi? Oyga qadamimiz yetdi. 2 qadam yurib, qo'li qo'shni holidan xabar ola olmaymiz. Ko'chalarimiz keng, yuragimiz tor. Bu nafaqat butun dunyo mashinga anaqa qaram bo'lib qoldi, mashaqa bo'lib qoldi. Hozir bittagina bolamiz bor-u, 2 tashli imoratimiz bor. 19 ta xona bor. Hammasi shang bosib yotibdi. To'g'ri gapimda, avval 6-7 ta bola bitta xonada katta bo'lganmiz. Ota-onamiz yerda yotardi, biz bu yerda yotardik. Hozir bitta 2 ta bola, 2 etajli imorat, 19 ta, 18 ta xona, ularni ko'rganimni aytayapman-da men. O'shalarning ichida ham endi chet el xrustal idish tavolar, lekin bitta kitob yo'q. Kitob yo'q. Bitta kitob topa olmaysiz.
hozir mani nazarimda olimlar ham kitob o'qimay qo'ydi deymanda, ba'zi paytda jahlim chiqib ketib qoladi. Nurali Qobil 17 tom kitobini o'qib chiqdim. Men Amir Temur epopeyasini o'qidim. Bu odam xazina ekan dedim. Muhammad Alini qancha kitoblarini o'qidim. Saodatxon Mamatqulovani, Samarqandlik bir qulog'i eshitmaydigan bir ayolni 5 tomi katta kitobini yig'lab o'qidim. Har kuni kitob o'qimasam o'tira olmayman men. O'qiyman. Mayli ko'p narsani eslab qolmasam, yana qaytarib o'qiyman. Yana qaytarib o'qiyman. Esda qolmasa o'sha joyni yodlab olishga harakat qilaman. Yaxshi gaplar bo'lsa. Demoqchimanki, kitob o'qish kerak. Ayniqsa aktyorlar kitob o'qimasa, rejissyorlar kitob o'qimasa, mana bu sahnada yodlagan so'zni gapirib yuraveradi. Aktyor sahna madaniyatiga alohida e'tibor berishi kerak. Bugungi kun yosh aktyorlar shu madaniyatga e'tibor qaratyaptimi? Buni kuzatib borasizmi? Mana bitta misolda sen o'zing birovlarga o'rnak bo'ladigan bo'lib yashagin deydi. Lekin o'tmishdan o'rnak olgin deydi, o'tmishdan. Olim Xo'jayev spektakl o'ynasa, ayniqsa Alisher Navoiyni o'ynasa, kulisda oldida o'tirmasdi. Faqat yurib turardi. O'tiring, Olim aka, og'zingni dam oling, vaqtingizgacha desa, o'tirsam kiyimni arqasi g'ijim bo'ladi. Teskari qaraganda tomoshabin o'sha g'ijimni ko'radi. Hayoli, tomoshabinning hayoli shunga ketadi. Sana obrazing qolib ketadi, derdi. Repetitsiya paytida kulisda oldi sho'ptib ham gapirib bo'lmaydi. Ikkita aktyor gaplashib o'tirib bo'lmaydi repetitsiya paytida. Agar ikkita aktyor gaplashib o'tirsangiz, sizni ko'zi tushib qolsa, men haqimda gapiryapti deb o'ylaysiz. O'sha payt sahnani shu darajada tabarruk bilishgan-a? Hozir endi sahnada men taqdir sinovlarini o'ynayman, o'zgalar dardini o'ynayman. Shu paytda men endi unaqa shukur etadigan odam emasman-ku, yo'q. Lekin men paytimda gaplashmay jim o'tirishadi. Chunki bir xizmatda tanbihlarni yegan. Qattiq gaplarimni eshitgan. Shuning uchun ham men sahnadagi paytimda repetitsiya qilayotganimda tashqarida gap bo'lmaydi. Umuman bu haqda juda ko'p gapiramiz majlislarda. Yodgor Sa'diyev ham gapiradi. Muqaddas deb bir yillar betdi deydi. Sizlar hayolinglar shu yerda turib, hayolinglar kinostudiyada, telestudiyada bo'ladi. Yo'q, unaqa emas. Bu yer hobbi emas, bu yer ish joylar, bu yerdan oylik olasanlar. Ko'p gapiramiz. Bizni baxtliligimiz shundaki, shunday san'atkorlarni kulisda oldagi odob, axloq qoidalarini teatrda repetitsiya vaqtiga kelish, spektakl vaqtiga kelish, hammasini o'sha o'tmishdagi san'atkorlardan o'rganganmiz. Endi bizni qonimizdan chiqarib olish juda ham qiyin deb o'ylayman. Vaqtida kelamiz biz. Hozir yoshlar singari telestudiyaga syomkaga aytsa 1 soat kech keladiganlar bor. 1,5 soat kech keladiganlar bor. Men o'ynab qo'ydim, endi meni rolimni olib tasholmaydi. Chunki hamma narsa yarmini o'ynab qo'ydim kinoni deb, xohlasa kelib, xohlasa kelmaydiganlar bor. Bu yoshlarda, bizni yoshimizdagi aktyorlarda bu narsalar Xudo saqlasin bizda yo'q. Bizda mas'uliyat otangizga rahmat. Mas'uliyat nima bo'ldi ekan deb turamiz. Men hayotda bir joyga kechikib borgan emasman. Iloji bo'lsa 10 minut avvalroq boraman. Shu odam kutmasin meni, ichida so'kmasin deb boraman. Kasbga bo'lgan hurmat, sohaga bo'lgan o'sha e'tibor, hurmatni bu natijasi. Mana shu natija. Shuning natijasi bo'lmasa nima bo'ladi? Ha? Hurmatsizlik bilan qarasak, repetitsiya kechiksak, Teatr kelajagi qanaqa bo'lishi mumkin sizning nazaringizda? Men hozir tumanni ichidaman. Ayta olmayman.
teatrda klassika qo'yilishi kerak. Jiddiy asarlar ko'p qo'yilishi kerak. Yoshlarimiz jiddiy asarlarda pishadi. Bunaqa bibliyskiy asarlarda emas, jiddiy asarlar qo'yilishi kerak deb o'ylayman. Ilojisi yaxshi rejissyorlarni chetdan taklif qilish kerak deb o'ylayman. Bu akademik teatr. Bir paytlar o'sha Covid bo'lgan paytlarda odamlar kelmay qo'ydi teatrga. Juda sizlarda jiddiy asarlar ko'pda, shuning uchun komediya qo'ysanglar bo'lmaydimi deb gapirdi. Komediya qo'ydik. Hamma yoq komediya bo'lib ketdi. Endi odamlar jiddiy asarlar qo'yinglar. Bu komediya endi sizlarning teatringlarga to'g'ri kelmaydi, deyapti endi. Haqiqatan ham bizni teatrimizga maynavozchilik to'g'ri kelmaydi. Maynavozchilik tabiatdan o'zi yoqtirmayman men. Maynavozchilikni yoqtirmayman. Teatrda kim maynavozchilik qildimi tamom. Kelinlar qo'zg'alonni 800 marotaba o'ynaganman men. 800 marotaba. Bir joyda sal chetga chiqsang, Zaynab Sadrieva, jonga tegdimi roling? O'zgartiraymi, ha? O'ynamaysan endi derdi. Yo'q, Zaynabga, bo'lmasam jo'ng o'ynagin. Xo'p. Oltin devorda jinday maynavozchilik qilsa qanaqa joningga tegdimi? O'ynamaysan, o'ynamay qo'ya qol, nima qilasan? Maynavozchilik qilib berdi. Shuning uchun ham doim Zaynabga ham G'ana Azam ham qarab turardi. Shuning uchun rejissyor qanday qo'ygan bo'lsa, shuni mukammal qilib o'ynashga harakat qilardi. Hozir qanaqa? Hozir 10 ta 20 ta o'tgandan keyin siyqas chiqib ketadi. Xohlagan aktyor xohlagancha gapiradi, xohlagancha qo'shimcha kiritadi. Maynavozchilik qiladi, bu yerda kulmadi, kulsin deb boshqa ishlarni qiladi va hokazo. Bu narsalar bor. Nisbatan avvalgi spektaklga nisbatan hozir bor, yo'q deb bo'lmaydi. Jiddiy qarash yo'q. Lekin yoshlarimizni aytyapman, hammasi emas. Bor ichida. Lekin jiddiy o'ynaydigan yoshlarimiz, aktrisalarimiz bor, aktyorlarimiz bor. Faxrlansa arzigulik. Demak, teatrni shularga tashlab ketsak bo'ladi degan bemalol fikr qiladigan aktrisalarimiz, aktyorlarimiz bor. Kelajagini ishonib o'shalarga topshirsa bo'ladi. Topshirsa. Biz ham endi so'kardik. Yoshlarimiz bu qiladi derdi bizni. Mana endi ular o'tib ketdi, hozir biz yoshlarni ularni. Demak, bizda ham bo'lgan shunaqa paytlar. Ustoz, ajoyib suhbat bo'ldi. Suhbat yakunida biz an'anaviy savolimiz bilan bugungi suhbatga yakun yasasak, teatr jurnalining mushtariylarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Bu kiosklarda sotiladimi teatr jurnallari? Ilgari bo'lardi, hozir yo'q ustoz. O'sha kiosklarda sotilishi kerak. Teatr jurnallarini teatrda faqat teatrga jo'natasizlar. Respublikadagi barcha o'sha 41 ta teatrlar, musiqa maktablari, san'at dargohlari. Nechtadan jo'natasiz teatrga? Teatrlarga har bitta musiqali drama teatrlar 50 donadan, qo'rchoq teatrlari 15 ta, 25 tagacha. Unda zo'r ekan. Musiqa maktablari, mana hozir aeroportga chiqdik. Aeroportda o'sha samolyot o'rindiqlarida bor bizning jurnallarimiz. Adliya bo'limlariga borsangiz, mana kutish zallarida adliya o'sha davlat xizmatlari deydi, agentliklarida jurnal, teatr hammasi o'sha kutish zalida o'qib o'tirishlari uchun. Juda urushibdi. Ayniqsa aeroportga ketayotganda qattiqni hali ruscha bu narsalarni qo'yib qo'yadi-da, teatr jurnali bo'lsa, teatrning o'ziga yarasha muxlislari bor. Shunday muxlislari borki, so'rab palonchi o'ynaydimi deb samolyotga bilet olib kelib ko'rib yana qaytib ketadigan muxlislar bor. Shunaqa muxlislarimiz bor. Atay keldik Surxondaryodan deydi. Atay keldik Samarqanddan. Shu spektaklni ko'raylik deb keldik degan tomoshabinlarni juda ko'pini ko'raman. Atay keldik. Endi hozir yana qaytamiz derdi. Aytaman aka, demak teatr o'lmaydi. Jonli ijro hech qachon yo'q bo'lmaydi. Albatta. Surat u
televizorda, kinoda u suratimiz 7 tomoshabin aktyorni jonli ijrosini ko'radi. Shuning uchun ham mas'uliyat teatr aktyorlarida juda ham katta bo'ladi. Qo'rqib o'ynashadi. Vallahi bo'ladi, qo'rqib o'ynaydi, sahnaga chiqqandan keyin sal aktyor o'zi bosiladi. Lekin teatr jurnallari hozir men endi aytmoqchi edim, o'sha aeroportlarga jo'natishda, boshqa joylarga, mehmonxonalarda bo'lganda o'sha yerlarga tashlab qo'ysa, hech bo'lmasa bir odamning ko'zi tushadi-da shu teatr jurnaliga. Keling, 10 tadan 2 tasi kelib shu spektaklni ko'rsam, shu odam bilan bir suhbat qilsam degan hayollar albatta o'tadi. Niyatim shu edi, ko'proq tarqatish. Kurslarga bitta 2 tadan tarqatsa hech narsa ham bo'lmaydi. Kelib ba'zi birlar oladigan tomoshabin o'quvchilar bor. Samimiy suhbat uchun katta rahmat ustoz. Salomat bo'ling. Doim sog' salomat bo'ling. Hali sizdan yana uzoq yillar o'sha ajoyib bir-biriga o'xshamagan rollar kutib qolamiz. Ishlaringizga rivoj, ijodingizga omad tilaymiz. Rahmat. Endi 80 ga boribmiz. Hali voy qiladigan ishlar ko'p. Ha, albatta ustoz. Hali yuzim o'ljallab turavering, xudo xolasin.